Mana shu Bilekko kalaskasi $120 desam, qimmat ko'rinadimi? Agar komplektiga mana bunaqa avtokreslo qo'shib beriladi desamchi, komplektiga yana mana bunaqa o'zini ko'rpachasi qo'shib beriladi desamchi, zimniy cho'qollari, ichida polniy obshivka astarlari qo'shib berilsa-chi, koziroklari двойной suv tizmaydigan bo'lsa-chi, komplektida mana bunaqa original sumkasi bo'lsa-chi, ruchkalari kojiniy va bu kalaskamizni ham yotadigan, ham o'tiradigan bo'lsa-chi, bemalol 0 dan 3 yoshgacha ishlatsanglar bo'ladigan kalaska bo'lsa-chi, shunda narxi qanaqa? $120 qimmat ko'rinadimi, yo'qmi? Juda zo'r kalaskamiz, mana Bilekko kalaska transformer deyiladi. Balonlari quyma rezina, ya'ni mashinani kauchugi bor-ku, shunaqa rezinadan, ya'ni quyilgan rezina bo'ladi. Teshilmaydigan, juda baquvvat. Belida ko'rib turganingizdek amortizatorlari bor, ishlaydigan amortizator. Просто risovka, pantovka emas, как говорится. Tagida korzinasi bor, tormozlari bor. Tormozlarni qaranglar, mo'shniligini o'zi ko'rinib turibdi. Bitta bosasini turadi, ochib olasizlar. Xo'p, bu kalaskamiz video juda chiroyli. Ikki xil rangda bor. Mana bunaqa to'q seri, mana bunaqa mentol rangda. Komplektida mana bunaqa avtokreslasini qo'shib beramiz. Bu avtokreslasini o'ziga ham o'rnatsanglar bo'ladi, mashinada olib yursanglar ham bo'ladi. Xullas, bemalol bitta kalaskaga zakaz qilsanglar bo'ladi.